Zulfiyaxon so'zlari bor, shoiralar dudog'ida. Qodiriyning izlari bor, obod vatan tuprog'ida. Kumushoydan hayo qolgan, lobar qizlar yanog'ida. Shashmaqomday navo qolgan, ma'rifatning o'chog'ida. 1018 yulduzlar Ulug'bekning nigohida. Buncha nafis inja so'zlar adabiyot bulog'ida. Sog'inchlarin she'rga solgan Bobur har bir dil ohida. Yurt tuprog'in hidi qolgan shoir Furqat dimog'ida. Musaffodir bugun osmon, zavq bor ko'zim qarog'ida. Tunlar ko'nglim olar orom, atirgulning yaprog'ida. Obod yurtning quchog'ida. Juda chiroyli Dildaraxon, tabriklayman. Va o'ylaymanki, hozir bizni juda ham ko'plab tinglovchilarimiz, muxlislarimiz tinglab turishibdi. Oila qurishingiz mana shu jarayonlar haqida ozgina gapirib bering. Qayerda tanishdingiz umr yo'ldoshingiz bilan? O'zim Zangiota viloyatida 42-maktabda o'qituvchi bo'lib ishlardim va undan tashqari jamiyatimizga tez kelib turardim. Jamiyatimizda Zamira Boyirjonova raisamiz ishlaydilar. Ularni hurmat qilib, behad yaxshi ko'rardim. Doim oldilariga tez qatnab turardim. Shular turmush o'rtog'im bilan suhbatlashgan ekanlar va meni tavsiya qilgan ekanlar. Va turmush o'rtog'im otalariga meni tavsiya qilganlar. Biz unaqa tanish emasdik uncha. Shu Zamira opa orqali baribir hamma narsa bu taqdirda bor bo'ladi, lekin kimdir baribir sababchi bo'ladi-da. Bizni taqdirimizga shu jamiyatimiz raisasi Zamira Boyirjonova sababchi deb hisoblayman. Ular tavsiya qildi. Bundan to'rt tinglab juda xursand bo'ldim, chunki bizga o'xshagan insonlar bir-birini ko'pchiligi tanimaydi, ko'p uzoqda yashashadi, ko'p viloyatlarda yashashadi. Shuning uchun uchratishi qiyin bo'lganligi uchun bu dastur sababchi. Avvalo taqdir Allohdan, lekin bu dasturlaringiz sababchi bo'lib, savobli ishga qo'l urgan ekansizlar. Buni tinglab juda xursand bo'ldim. Va Dildaraxon, shu o'rinda o'zingiz kabi yoshlarga qanday bir tavsiyalarni bergan bo'lardingiz? Chunki nogironligi bo'lgan qizlarimiz, ajoyib qizlarimiz bor. Ozgina tushkunlikka tushib qolishgan, to'g'rimi? Endi nima bo'lar ekan deb o'zlarini ba'zida savollar berib o'zlarini qiynashadi, to'g'rimi? Muloqot oz, to'g'ri, ayta olmaymiz. Mana o'tgan safar aka o'sha nima deydi, madaniyat uylari hozir ishlab turibdi, ammo faollik nazarimda unchalik ham emas. Jamlay olmayapmiz biz yoshlarni. Va shu o'rinda sizni maslahatingiz qizlarga? Men zaif ko'ruvchi, ko'zi ojiz qizlarimiz ko'pi bilan deyarli tanishman. Ko'pchilik bilan gaplashib turaman. Ko'proq ijodkor qizlar bilan gaplashib turaman. Bilasiz, ijodkorlarni quvonib ketishi ham juda oson, tushkunlikka tushishi ham juda osonda. Ko'pchiligi bilan suhbatlashganimizda mana 30ga, 32ga borib qolgan qizlarimiz yo'q emas jamiyatda. Shular bilan gaplashganimizda endi men nima bo'laman, taqdirim nima bo'ladi, men ham farzandli bo'lishni xohlayman degan singillarimiz yo'q emas. Men ularga har doim aytaman, avvalo inson sabr qilish kerak. Sabrning tagida ko'p gap bor. Sabr buyuklikka eltuvchi cho'qqi deyshadi. Ko'pchiligi yuqori natijalarga erishganda, kitoblari chiqqan, doktoranturalarni tugatgan, lekin oilaviy baxt hali oilaviy baxtga yetib kelmagan. Alloh hammani jufti bilan yaratadi. Hech kim yolg'iz yaralmaydi. Shuning uchun albatta ular ham qachondir o'z juftlarini uchratishlariga ishonaman. Baxtli oilalardan biri bo'lishlariga ishonaman va tushkunlikka tushish kerak emas. Men o'zim 28 yoshimda turmushga chiqqanman. Ungacha ishlab, o'qib, kitoblarimni chiqarib, o'zimni shaxsiy karyeramni yaratishga harakat qilganman. Yaxshi. Endi mana shu baxtli bo'ling loyihasiga albatta bu qizimiz yordam beradilar. Dildaraxon mana butun bizni tinglayotganlarga bir va'da beradilar. Chunki juda tanishlari ko'p ekan, qizlari ko'p ekan, balki ularni studiyamizga taklif qilarmiz, Dildaraxon, dugonalaringizni. Yaxshi. Ana endi sevgi, muhabbat haqidagi bir chiroyli bir she'riy satrlaringizdan eshitsak. Zero muhabbatsiz, sevgisiz yashab bo'lmaydi, to'g'rimi Dildora? To'g'ri. Aslan. Qalbingiz vidoga chog'lanmasin hech. Men kabi
dilingiz dog'lanmasin hech. Mayli, hayotimiz bog'lanmasin hech. Xayolingiz bilan yashasam bo'ldi. Toshda ham ko'kargan gulday gullayman. Aniq bilaman, ishqsiz cho'llayman. Subhidam sabodan salom yo'llayman. Xayolingiz bilan yashasam bo'ldi. Bedorlik, entikib to'lg'anish asli, yo sizni tundan ham qizg'onish vasli. Mudroq tuyg'ularning uyg'onish fasli. Xayolingiz bilan yashasam bo'ldi. O'zingiz munosib yurak volamga, ammo sizga emas, yorman qalamga. Kechroq kelibmanda yorug' olamga. Xayolingiz bilan yashasam bo'ldi. Ko'nglimiz barobar, yoshimizda farq. Netay, visollarga haqqim yo'q, yo Rab. Men sizdan hech narsa etmayman talab. Xayolingiz bilan yashasam bo'ldi. Poyonsiz tuyular, taqdirning bazmi. Shunchalar qat'iymi, sog'inchning azmi. Yoshlar radiosida Yoningdaman dasturi davom etyapti azizlar. Soat millari 10 dan 36 daqiqa o'tib bormoqda va albatta meni hamrohlarim bor. Bugun ularni yana bir bora tanishib o'tmoqchiman. Turdiali Normatov doimiy hamrohimiz. Albatta, Qo'zg'olonchilar jamiyati markaziy boshqaruvining matbuot xizmati rahbari va albatta shoira qizimiz Dildoraxon Oqbo'tayeva ham bizni mehmonimizlar. Xush kelibsiz yana bir bora Dildoraxon. Xursand bo'ldik juda ham ishtirokingizdan. Va bizda yana bir g'oyibona mehmonimiz borlar. Albatta. Demak, o'sha ular bilan bog'lanishdan avval bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bugun bizda har yili bo'ladigan O'zbekiston Ko'zg'olonchilar jamiyati markaziy boshqaruvining plenumlari va umuman viloyatlarimizda plenumlar bo'lib o'tadi har doim. Hozir bugun esa Sirdaryo viloyati Ko'zg'olonchilar jamiyatining ikkinchi plenumi bo'lib o'tmoqda hozir ayni vaqtda. Demak, hozir biz bilan bog'lanish kerak bo'lgan Xorazm viloyatida istiqomat qiluvchi Xorazm viloyat Ko'zg'olonchilar jamiyatining raisi Madrasul aka demak aynan shu tadbirda ekanlar. Bo'shab qolsalar albatta ular bilan ham bog'lanishimizning imkoni bo'ladi. Hozir esa demak bizni Buxoro viloyatida istiqomat qiluvchi O'zbekiston Ko'zg'olonchilar jamiyatining faxriy iftixori, qo'lursa o'zlarining ko'plab kitoblari turli tillarga tarjima bo'lgan Olimova Zarinaxon ijodkor qizimiz bilan bog'lanamiz va ularning ijodiga bir nazar tashlaymiz. Marhamat, efirdasiz. Assalomu alaykum Zarinaxon. Juda ham xursandmiz Zarinaxon. Ijodda nima gaplar endi? Kolonkani ham yoqib qo'ydik, videoga olamiz. Sahifalaridan degan kitobim nashr qilindi va bunda asosan bu kitobimga ko'rishda nuqsoni bo'lgan ko'p yutuqlarga erishgan insonlarning faoliyati ham kirgizilgan. Bundan tashqari ijodim turli davlatlarga to'plamlarda kirgizilgan. Masalan, Slavyanskiy liradagi almanach to'plamda ingliz tilida, Qohira davlat universiteti konferensiyasi to'plamida ingliz tilida, Indoneziyaning Gadjamada universiteti to'plamida Indoneziya va ingliz tilida, Ozarbayjon jurnalida ilmiy maqolam kirgizilgan, Germaniya hamda Buyuk Britaniya antologiyasida ingliz tilida hamda Tailand gazetasida ingliz tilida ijod namunalarim kirgizilgan. Bundan tashqari O'zbekistondagi o'sha gazeta va jurnallarda ham chop qilinib turadi.
juda ham yaxshi. Zarinaxon juda bir yuksak muvaffaqiyatlarga erishib, mana hattoki ingliz tilida ham juda bir nufuzli nashrlarda, jurnallarda bugun chop etilayotgan ekan she'rlaringiz, maqolalaringiz va bundan juda ham mamnunmiz. Siz hozir bizga ma'lumotlarni taqdim etayotganingizda Dildoraxondan so'radim. Mana Dildoraxon Oqbo'tayeva ishtirok etmoqdalar. Bugun studiyamizda Zarinaxon dugona ekansizlar, hattoki o'sha o'zaro yangi ijod namunalaringizni shu Telegram kanali ham yaratib bog'lanishib turishadi bir-birlari bilan. Albatta. maslahatlashib turar ekansizlar. Juda ham xursand bo'ldim. Endi Zarinaxondan ham yangi she'rlarni eshitsak yaxshi bo'lardi. Zarinaxon, eshitamiz, marhamat. da jannat makon mukarramdir bu elda har bir inson intilganga yordir iqbol quyoshi bahri kenglik tenglikda bordir imkon qalb ko'zila ko'rib yorug' olamni qay birimiz qo'lda tutib qalamni san'at bilan oshno bo'ldik hayot shiorimiz olg'a qadam qat'iyat faollikka chorlaydi jo'shqin hayot dilda mash'al yoqar ilm ma'rifat ezgulikka chorlab barcha insonni intilamiz qo'ldan bermay Nurgal aka shunday bir ma'lumotni hozir menga taqdim qildilar. Umuman har bir qizni, to'g'rimi, ayolni orzusi bu dunyoda baxtli bo'lish, umuman hammani ham orzusi. To'la to'kis hayotda yashash, farzandlari bo'lish, chunki farzand quvonchini, bu ne'matni hech bir narsa bilan taqqoslab bo'lmaydi. Va oila qurishga bo'lgan munosabatingiz va shu haqida gaplashaylik agar Umuman imkon shu bo'lsa. bizni baxtli bo'ling loyihamizga Albatta, fikr mulohazalaringiz xabaringiz bo'lsa bildirsalar yaxshi bo'lardi. Albatta. Xabarlar bor, chunki bizni doimiy ravishda tinglovchilarimizdan biri, muxlislarimizdan biri sanaladilar bu kishi. Eshitamiz, Zarinaxon. insonni bu hayotda baxtli bo'lishga haqqi bor deb o'ylayman. Jumladan o'sha nogironligi bo'lgan insonlar ham baxtli bo'ling loyihasi bu judayam ezgu bir xayrli maqsadga xizmat qiladigan loyiha deb bilaman bu loyihani. Chunki bunda nafaqat ko'rishda nuqsoni bo'lgan shaxslar, balki nogironligi bo'lgan insonlar ham o'z juftlarini, o'zlariga munosib juftlarini topib, go'zal bo'lgan shaxslar bir-biriga begona, ayrimlar bir-birlarini tanishmaydi, lekin bu loyiha orqali ular o'zlarini xarakterlariga, ko'ngillariga mos yoqib tushadigan insonni tanlab, ular bilan bir oila qurib, jamiyatimizda bir namunali oila bo'lishga harakat qilishadi deb o'ylayman. Juda chiroyli Zarinaxon. Albatta mana boyagina Dildoraxon bilan ham gaplashayotgan edik. Sevgisiz, muhabbatsiz yashay olmaymiz. Hayot ham bo'lmaydi, to'g'rimi? Bu do'stlarimizga nisbatan ham bo'lishi mumkin. Bu tuyg'uni keng tushunishimiz kerak. Albatta, Faqat albatta. yorimizga nisbatan, turmush o'rtog'imizga nisbatan, albatta, otajonlarimizga, onajonlarimizga, yaqin do'stimizga, umuman mana shu rishtalar bizni hayotda kerakli insonga, e'tirofga arzigulik insonga ham aylantiradi va sevgida, muhabbatda qudrat bor. Albatta, Energiya bor. Men Zarinaxonni o'zlarini fikr mulohazalarini bilmoqchimiz. Biz bilamiz, demak, hozir bugungi kunda shu bir chiroyli o'g'illari bor, farzandlari bilan birgalikda yashayaptilar. Agar yaxshi yigitlar, yaxshi nomzodlar bo'lsa, turmushga chiqqan bo'larmidilar degan bir savolni o'rtaga tashlamoqchimiz. Keling, o'zlarini fikr mulohazalarini eshitsak. Zarinaxon. O'sha xarakteri to'g'ri keladigan, dunyoqarashi to'g'ri keladigan inson bo'lsa, albatta inson bir marta baxtli bo'lmadi degani bu endi bir umr baxtsiz o'tish kerak degani emas. Chunki hayot bu, hayotda inson hamisha baxtga, muvaffaqiyatga intilib yashashi kerak deb o'ylayman. Shu o'rinda sevgi haqida ham fikrimni bildirib o'tsam bo'ladi. Eshitamiz. Zo'r bo'lardi. Men o'ylaymanki, mana bizda atrofdagilarda ko'pincha sevgiga nisbatan biz masalan do'stlarimizni, yaqin insonlarimizni sevib, raqiblarimizdan, yomon ko'rgan insonlarimizdan nafratlanish kerak degan tushunchamiz bor-da, lekin meni fikrim sal boshqacharoq. Menda shunaqa fikr borki, o'sha raqiblarimizni ham, bizga yomonlik qilgan insonlarni ham men yaxshi ko'raman. Chunki
bizni qobiliyatlarimizni uyg'otishga xizmat qilayotgan bo'lishi mumkin. Chunki ularni ham o'sha borliq hayot bir boshimizga masalan yomonlikni solayotgan insonlar deb aytamiz, ularni ham yaxshi ko'rib, ulardan ham minnatdor bo'lishimiz kerak. Chunki ular bizni qaysidir bir yaxshilikka yo'q, sen mana bu ishni qilishing kerak deb yoki bizni qilgan xatolarimizga ular shu xatolarni to'g'irlashga sababimizni ham sevib, ularni ham biz kechirishga har doim o'zimizda kuch, iroda topa olishimiz kerak. Shunda biz borliqdan shunga yarasha oliy mukofotni olamiz deb o'ylayman. 100% qo'shilaman fikrlaringizga Zarinaxon, chunki o'sha negativ fikrlar, to'g'rimi, kimdandir nafratlanish insonni o'zini zaharlaydi. Kuch-quvvatini olib qo'yadi, to'g'rimi? Va ko'p o'y hayollarimiz, fikrlarimiz o'sha insondan qaysidir ma'noda qasos olishga ketib qoladi va bu bilan biz asosiy maqsadimizdan chalg'iymiz. Shuning uchun ham kerak emas bizni qalbimizga kimdir ozor yetkazdimi, shunchaki u insonni unutish kerak, hayotimizdan chiqarib yuborish kerak deb o'ylayman. Mana bunday bir keskin chora ko'raman. Biz aytadiku, ota bobolarimiz bilib ishingizni qilavering deydi-yu, shunga o'xshab. Shunday. Yaxshi, chunki bizni maqsadlarimiz, orzularimiz ko'p va yagona maqsadimizdan bizni chalg'itadigan insonlar bo'lmasligi kerak yo'limizda. Tezgina olib tashlashimiz kerak bu yo'ldan. Va Dildoraxon, sizdan ham eshitamiz hozir chiroyli satrlarni. Zarinaxon, ijodingizga yuksalishlar, baraka tilab qolamiz va albatta istagimiz sizga uchraydigan inson o'zingizni ham hurmat qilsin, sevsin va ijodingizga ham befarq bo'lmasin. Chunki bir-biriga intiladigan insonlar bir-birini qiziqishlarini ham, to'g'rimi, hayotga bo'lgan munosabatlarini ham hattoki hurmat qilish kerak. Mana shunday bir yaxshi inson sizga yo'ldosh bo'lishiga ishonamiz. Mana shunday inson uchraydi albatta. Zarinaxon, juda ham bizni bahramand qildingiz chiroyli she'rlaringiz bilan va o'ylaymanki, yangi she'rlarni sizdan kutib qolamiz va poytaxtga agarda tashrif buyuradigan bo'lsangiz, studiyamizga ham taklif etish niyatimiz bor albatta. Albatta, Zarinaxonni serqirra ijodkor desak bo'ladi, chiroyli qo'shiqlar ham kuylab turadilar va shu bilan bir qatorda o'sha Qoraqalpog'istondagi nurli maskanlarning birida dars berardilar. Juda ham yaxshi tajribali o'qituvchi hisoblanadi. Albatta studiyamizga taklif qilamiz degan bir yaxshi so'zlaringizni menimcha yaxshi qabul qildilar deb o'ylayman. Va eng e'tirofli jihati Zarinaxonni bugungi kunda o'sha xalqaro maydonga chiqayotganliklari, o'z she'rlari bilan, to'g'rimi, maqolalari bilan va bu juda bir e'tirofga loyiq jihat deb o'ylayman. Siz kabi ijodkorlar yana ham ko'payishini istab qolgan bo'lardik va o'ylaymanki, bugungi suhbatimiz ko'pgina muxlislarimizga, tinglovchilarimizga qaysidir ma'noda motivatsiya berdi, chunki nogironligim bor deb o'zini bir qobiqqa o'rab, to'g'rimi, birozgina hayotdan chetda qolayotgan, jamiyatdagi faollikdan yiroqlashayotgan insonlar ham bor, ming afsuski. Ammo mana siz kabi har birimizga o'rnak bo'ladigan insonlar bor, chunki matonati yuqori, shijoatli insonlar. Sog' bo'ling, ko'z tegmasin shijoatingizga. Zarinaxon, xursand bo'ldik siz bilan suhbatlashib. Endi Dildoraxondan bir chiroyli she'rlardan eshitsak, tandirdan uzilgan yangilari bor degandilar bir suhbatlashganimizda kecha bitta she'rlardan o'qib bersalar bir chiroyli marhamat yaxshi bo'lardi. Olis ketsam kutaverar jim, yo'llarimga tikkancha nigoh, faqat sendan bitta o'tinchim, volidamni asragin Alloh. Cheksiz ummon qadar qalbi bor, farishtalar onamga hamroh, bir to'p rayhon kabi qaddi bor, volidamni asragin Alloh. Jannat ayol poyida turar, bexos ozor yetkazmoq gunoh, hayotiga solmayin xatar, volidamni asragin Alloh. Yolg'iz o'zi ko'p zahmat chekdi, bunga qancha oy, yillar guvoh, g'amlar sarvdek qaddini egdi, volidamni asragin Alloh. Hali 60 yoshga kirmagan, vujudiga dard berma nogoh, shoir qizin baxtin ko'rmagan, volidamni asragin Alloh. O'zi shoir bo'la olmadi, orzusiga yetmadi eyvoh, onam uchun shoir qilmani, volidamni asragin Alloh, volidamni asragin.
demak onajonlarimiz uchun bir chiroyli tuhfa bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta onalarni madh etish, onalar haqida she'r yozish yoki bir hikoyalar yozish, ular uchun bir kitoblar yozish juda ham mushkul, juda ham qiyin. Ularni ta'riflariga so'z ojizlik qiladi har doim. Shunday ekan mana shu satrlar albatta bugun onajonlarimiz uchun, mana shunday farzandlarni dunyoga keltirgan ayollarimiz uchun yaxshi tuhfa bo'ldi deb o'ylayman. Albatta, Dildorxon ota-onangiz haqida ham gapirib berishingizni istardim juda ham. Sog'lom farzandni dunyoga keltirib, uni o'stirib, jamiyatga, xalqqa qo'shishdan ko'ra bitta o'ksik, ya'ni ko'rmaydigan yoki nogironligi bo'lgan insonni o'stirib, uni tarbiyalab, o'qitib, xalqqa qo'shishni to'g'risi o'zi bo'lmaydi. Bu juda bir Katta mashaqqat. katta bir matonat, mashaqqat talab qiladi deb o'ylaymanda. Onam o'zlari musiqa sohalari musiqa. Dadam Ko'zozlar jamiyati, Samarqand viloyatini Ko'zozlar jamiyati raisi Zora Xo'tayev bo'ladilar. Oilada 3 ta farzandmiz. Boshida onam ham ijodimga qarshi bo'lmaganlar. Shu turmushga chiqishdan avval ham bemalol ishlab, abitdan keyin o'qishlarga, to'garaklarga, yozuvchilar uyushmalariga qatnab yurardim. Onam umuman qarshilik qilmagan. Har doim duo qilib baxt tilab o'tirardilar. Mana shu duolarning natijasidir. Allohga shukr, bugun baxtliman, chunki men o'ylaganimdan ham yaxshiroq xonadonga kelin bo'ldim deb o'ylayman. Chunki meni qarshi olgan xonadon, to'g'risi turmushga chiqishga qo'rqardim. Qaysidir ma'noda kelishmovchiliklar bo'lib qolishidan qo'rqardim. O'zimning shaxsiy karyeram yaxshi, ishlab yuraveraman, o'qib yuraveraman, ijod qilaveraman derdim. Lekin baribir oila kerak ekan. Hozir qaynona qaynotam ham Allohga shukr, turmush o'rtog'imni ota-onalari ham meni yaxshi o'zlarini qizlaridek qabul qilishgan. Turmush o'rtog'im ham ijodimga qarshi emas. Har tomonlama meni qo'llab-quvvatlaydilar. Yaxshi, sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Bo'lmasa kerak. Albatta, Dildorxon, yoningdaman dasturi uchun ajratilgan vaqtimiz ming afsuski poyoniga yetib bormoqda. Biz yakunlashimiz kerak dasturimizni, ammo sizni bugun studiyamizda ko'rganimizdan juda ham baxtiyor bo'ldik. Sog' bo'ling, omon bo'ling, ijodingizga baraka tilaymiz va yangidan yangi ijod namunalarini sizdan kutib qolamiz. Firdal aka, sizga ham rahmat. Rahmat sizga ham. Demak, kelgusi dasturlarimizda albatta so'zimiz avvalida aytib o'tganimizdek, O'zbekiston Ko'zbo'yar jamiyatining 2-plenumlari barcha viloyat va tumanlarda boshlandi. Bular haqida ham ma'lumotlar berib boramiz, xudo xolasa. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Mehmonlarimizga tashakkur. Rahmat. Garchi sevging yolg'on bo'lsa hamki, yana ko'rgim keldi shunchaki.